Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 57 davlatdan tarkib topgan va musulmon dunyosidagi eng chong islomiy birlik hisoblangan Dunyo islom hamkorlik tashkiloti vakillar o'migining 20 avgust kunidan e'tiboran Sharq Turkistonning Urumchi va Qashqar shaharlarida olib borgan ziyorati jarayonida Xitoyning Sharq Turkiston siyosatiga, jumladan Xitoyning terrorlikqa qarshi kurashda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari va Shinjongning iqtisodiy taraqqiyotida qo'lga keltirgan natijalariga media o'qishi, Dunyo qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Dunyo qurultiyi bu munosabat bilan 22 avgust kuni e'lon qilgan bayonotida Dunyo islom hamkorlik tashkilotini Xitoyning musulmon Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini, bo'libmi Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish, Qur'oni Karim, hadis shariflarni o'z ichiga olgan butun diniy kitoblarni ko'ydirib yo'q qilish, qadimiy mozorliqlarni va maqbaralarni chiqib tuzlash, Allah'ның uyi hesaplangan masjidlarni Xitoy sayohatchilarining ko'ngil ochadigan soruniga aylantirishdek vahshiy qilmishlarni ko'masga selib, buningga izchil turda sukut qilib kelganligini, hatto Xitoyning dumqiga usul o'ynab, Xitoyning Sharq Turkiston siyosatiga media o'qiganligini qattiq ayiblash bilan birga, ularning bu qilmishining Dunyo islom hamkorlik tashkilotining qurilish maqsadlariga va asosli prinsiplariga tamoman zid kelganligini bildirdi. Bayonotda Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Iso apandimning tövəndiki so'zlariga o'rin berildi. Dunyo islom hamkorlik tashkiloti vakillari o'miga go'yo Sharq Turkiston xalqi hech qanday bir diniy yoki madaniyat besimidan mustasno holda erkin yashayotgandek bir saxta manzaraga ishinib, Xitoyning bu jihatda ilib berayotgan tashviqotlarining to'ziqiga tushdi. Chunki islom dini va Uyg'ur madaniyati faqatli sayohatchilarning ko'rish uchun Xitoy tarafidan cheklik holda maqsadli qo'llanayotdi. Afsuski, millionlagan xalqimiz faqatli islom diniga e'tiqod qilgani uchun jinoyatchi deb bekitilib jazolantirildi va turmalarga mahkum qilindi. Ular turmalarda diniy e'tiqodidan voz kechishga va Xitoy madaniyatini qabul qilishga majburlanayotdi. Dunyo islom hamkorlik tashkiloti vakillari o'migining bu qitimqi Sharq Turkistonda ilib borgan ziyorati jarayonidagi qilmishlari jiddiy irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Sharq Turkiston xalqi uchun bir haqsizlik va haqoratdan iborat. 21 avgust kuni qurultayning bayonotchisi Dilshod Rishit apandimmo chet el matbuotlariga bergan bayonotida Dunyo islom hamkorlik tashkilotini o'zining prinsiplarini dafsand qilib, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlari ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga sherik bo'lish bilan ayblagan edi. Kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Adrian Chens Twitterga yo'llagan inkosida mazkur tashkilotning Xitoy ziyoratini ayblab mundoq deydi. Islom hamkorlik tashkilotining yuqori darajalik a'zolari o'miga Shinjongni ziyorat qilib, Xitoyning siyosatini maqtabdi. Bu musulmonlar tashkilotining Xitoyga buncha xushomad qilib ketishi odatga ish emas. Ular irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun qilingan bu ko'zbo'yamchilikdan qanchalik naf ola oladi? Xitoy hukumati ularga nima berdi? Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlar bo'limining mas'uli Sofiya Richardson xonim islom hamkorlik tashkilotining o'z prinsipiga o'ziga amal qilmaganligini bildirib mundoq dedi. Islom hamkorlik tashkiloti o'zini musulmonlar dunyosining o'rtaq ovozi deb ta'riflaydi. Agar bu gap rost bo'lsa, ular Uyg'ur rayonida masjidlarning vayron qilinganligini, ibodat qilishning cheklanganligini, islom dinining terrorlik va ro'yi kasallik deb qaralganligini, Uyg'ur va boshqa musulmonlarga yurgizilayotgan bu bostirishning insoniyat qarshi jinoyat ekanligini jakarlash kerak. Amerika Islomiy munosabatlar kengashining muavin direktori Edward Ahmed Meshel islom hamkorlik tashkilotining Xitoyga yon besish qilmishini ayblab mundoq dedi. Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur musulmonlarga misli ko'rilmagan va qabul qilg'isiz darajada irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi. Kommunist Xitoyning bundoq qilishdagi sabab ular islomga o'ch ham bu dindan qo'rqidi. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar qo'ldan kelishicha bu jinoyatni to'xtatishga tirishishi kerak. Uyg'ur rayonini ziyorat qilgan har qanday musulmon o'mak yoki tashkilot Xitoy Kompartiyasining ulardan foydalanib Uyg'urlar boshdan kechirayotgan ishlarini yoshirishi yoki ko'zbo'yamchilik qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Hindiston vaqti gazeti taratqusi 21 avgust kuni o'zining YouTube kanalida Dunyoviy musulmonlar tashkilotining kazzobligi Uyg'urlar masalasida Xitoyga yan boshlaganlik oshkorlandi nomli 3 minutlik video e'lon qilgan bo'lib, mazkur tashkilotning Xitoyni Shi Jinpingni madhiyalab, u joydagi keng ko'lamli diniy bostirish va insoniyat qarshi jinoyatlarni inkor qilganligini, Xitoyning planliq o'rinlashtirgan ziyoratiga maftun bo'lib, Xitoy kutgan tashviqotga moslashib, dunyoga yolg'on saxta uchur berganligini tanqidlagan. Amerika Islomiy munosabatlar kengashining hukumat ishlariga mas'ul direktori Robert McCaw islom hamkorlik tashkilotining bu ziyoratini ayblab mundoq dedi. Xitoy hukumati Uyg'urlarni majburiy emgak lagerlari va boshqa qamoqxonalarga solayotgan ahvolda islom hamkorlik tashkilotining Xitoy bilan suhbatlashishi qamlashmagan bir ish. Ular bu irqiy qirg'inchilikni yo'lliqda ko'rsatmaslik kerak. Strategiyalik hamkorlik degan o'zaro ishonch va hurmat asosida bo'ladi. Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning e'tiqod erkinligiga hurmat qilmoqchi, ular bilan hamkorlashqili bo'lmaydi.
İslam Həmkarlıq Təşkilatı özünün İslam dünyasının avaz bo'lishidek inoatini saqlayman deydi ekan, Uyg'urlar uchrayotgan zulmga sukut qilmasligi, ularning erkin ibodat qilishi, erkin so'zlashi va fikr qilishining cheklanmasligiga kapolatlik qila olishi kerak. Şinjan gazetining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partkomining sekretari Ma Shungroy bilan Uyg'ur Abnum rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tonyaz 20 avgust kuni Urumchida Dunyo islom hamkorlik tashkiloti vakillari o'migini kutib olgan. Ko'rishda Ma Shungroy islom hamkorlik tashkilotining islom dunyosining Şinjan masalasini to'g'ri, obyektiv tonishni olg'a surishda ko'rsatgan xizmatlarga yuqori baho berish bilan bir vaqtda g'arb davlatlarini ayiblagan. Ma Shungroy mundaq degan: Yaqin yillardan buyon Amerika qatorliq g'arb davlatlaridagi Xitoy qarshi kuchlar Xitoyning Şinjanda kishilik huquqni qo'g'dishiga doir yolg'on yovdoq so'zlarni tarqatib, Şinjan orqali Xitoyni kontrol qilish suiqasdini bozorga silib keldi. İslam Hamkorlik Tashkiloti va islom dunyosidagi keng haqqoniy kishilar obyektiv maydonda turib, Xitoyning Şinjan siyosati uchun adil so'z qildi. Biz buningdan minnatdormiz. Ko'rishda Pokiston, Saudiya Arabiston qatorliq bir qism davlatlarning vakillari Xitoyning terrorlikqa qarshi kurashda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari va Şinjanning iqtisodiy taraqqiyotida qo'lga keltirgan natijalarga madhiya o'qigan. Pokistonning Islom hamkorlik tashkilotida doimiy turishliq vakili mundaq degan: Şinjanning Urumchi va Qashqardagi ziyoratimiz bizni reallikni ko'rish fursati bilan ta'minladi hamda bu rayon to'g'risidagi xato qarashlarni hal qilishga yordam berdi. Bugungi Pokiston gazeti 20 avgust kuni bu haqda maxsus xabar berib, İslam Hamkorlik Tashkiloti o'migining Qashqarni ziyorat qilib, xalqning turmushining yaxshilanganligini maqtaganligini tashviq qilgan. Xabarda aytilishicha, Pokistonning Islom Hamkorlik Tashkilotida turishliq doimiy vakili o'mak a'zosi Said Muhammad Favatshir Xitoyni madilab mundaq degan: Xitoydagi ziyoratimiz kallamizni ochdi. Urumchi va Qashqardagi ziyoratimiz bizga amaliyotni ko'rish hamda bu rayonga bo'lgan xato tushunchamizni to'g'rilash fursati berdi. Bu ziyorat Islom Hamkorlik Tashkilotining bu rayonga munosabatli xato qarashni tuzatilishiga yordam berdi. Ma'lumotlar qaraganda, Islom Hamkorlik Tashkiloti 1969-yili qurilgan bo'lib, bosh shtabi Saudiya Arabistonining Jiddiy shahriga joylashgan. Bu tashkilotga a'zo 57 davlat ichida 48 davlat musulmonlar ko'p sonliqni tashkil qilgan davlat ekan. Musulmonlar dunyosining o'rtaq ovozi degan shiorni yetakchi qilgan bu tashkilot necha yil burun Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish jinoyatini qo'llab, xalqaroning tanqidiga uchirgan edi. Xalqaro savdo sohasidagi eng chong turlarning biri kiyim-kechak savdosi bo'lib, bu sohaning Sharq Turkistondagi majbur emgak hodisi bilan chambarchas bog'lanib qolganligi yaqin yillarda izchil axborot vositalaridan keng yaraylib keldi. Navbatda bu masalaga qarshi qo'llanilgan chora-tadbirlarning har qaysi dangliq marka sohiblari uchun yangidan besim paydo qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Reuters agentligining 20 avgustdagi xabarida ko'rsatilishicha, dunyo kiyim-kechak bozoridagi tovarlarning 3dan biri, ya'ni 468 milliard Amerika dollari qiymatidagi kiyim-kechaklar zamonaviy qullar amgaki badaliga ishlanayotgan bo'lib, buningdagi asosli rayonlar Sharq Turkiston, Turkmaniston va O'zbekiston ekan. Bo'libmi Sharq Turkiston Xitoy dunyoga eksport qilayotgan kiyim-kechaklarning asosli paxta manbasi bo'lganlikdan, bu rayondagi zamonaviy qullar amgaki izchil har sohaning diqqatida bo'lib kelgan. Halbuki hozirga qadar dangliq marka sohiblarining 23%la o'zlarining ta'minlash zanjiriga doir ma'lumotlarni oshkorlagan. Amerika hukumati rasmiy qonunga aylantirgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 2022-yil iyundan boshlab ijro qilinishga boshlagandan buyon Sharq Turkistondan kelayotgan barliq mahsulotlarni qattiq nazoratga olgan. Natijada ular o'z mahsulotlarining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik emasligini isbotlagan qadar bu tovarlarning Amerika tavasiga kirishi ma'ni qilingan. Buning bo'lishib bilan Yevropa ittifoqi mush xildagi qonun loyihasini muzokara qo'ygan. Yevropa davlatlaridan Germaniya, Fransiya va Norvegiya tezdan buning ovoz qo'shib, mush xildagi qonun loyihalarini tuzib chiqqan. Xalqaro savdo sohasidagi ta'minlash zanjirini tekshirish sohasidagi bayroqdor shirkatlardan bo'lgan Trust Choice'ning raisi Shamik Gosh bu haqda so'z qilib, kiyim-kechak sohasi o'tgan 30 yildan buyon ta'minlash zanjiridagi bu xil zamonaviy qullar amkiga qarata bir ko'zni qisib olgan edi. Endi bu oqmaydi degan. Maliya vaqti gazetining 21 avgustdagi obzorda aytilishicha, Xitoy hukumati navbatda bir balvoq bir yo'l qurilishiga ishtirok qilgan Xitoy, Braziliya, Rossiya, Hindiston va Janubiy Afrikadan iborat BRICS, ya'ni kesak davlatlar ittifoqiga a'zo mamlakatlar bilan birlikda 7 davlat guruhi, ya'ni G7 ga qarshi yangi bir ittifoqdoshlik to'g'ri o'rnatishga jiddiy tayyorlik ko'rishni boshlagan. Obzorda aytilishicha, 22 avgustda Janubiy Afrika poytaxti Johannesburg shahrida chaqirilgan kesak davlatlar yig'iniga 60 necha davlat qatnashgan bo'lib, Shi Jinping bu yig'inga qatnashish uchun alaydan yetib kelgan. Obzorda aytilishicha, kesak davlatlar to'piga qo'shilishni xohlaydiganlar 23 ga yetgan bo'lib, bularning qatorida Saudiya Arabiston, Argentina va Indoneziya o'rin olgan. Eron bo'lsa, buning qatnashishga jiddiy iltimos qilishni boshlagan. Ammo halqiliq bo'lgani, navoda bu ittifoq rostilla hosil bo'lsa, u holda dunyo nufusining yarmiga yaqini mush ittifoq doirasida bo'ldi ekan.
Ammo Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi surkilish tufaylidan buningda ko'plagan masalalar o'tirg'i chiqqan. Hamda bu xil ittifoqning shakllanishiga to'sqin bo'ladi deb qaralgan. Janubiy Afrika tashqi ishlar ministri Naledi Pandor bu vaqtda so'z qilib, bu xil kengishni G'arbga qarshi ittifoqdoshlik to'g'ri hosil qilish deb qarash bekmi xato bo'lgan bir fikr degan. Navbatda Xitoy hukumatı bir balvoq bir yo'l qurilishini jiddiy kengaytayotgan bo'lib, Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi bilan bo'lgan yeriklikning ish berishi tufaylidan Xitoyning G'arbga qarshi bir yangi ittifoqqa rahbarlik qilish ehtiyoji tezdan ish bormoqda deb qaralayotganligi ma'lum. Xitoy hukumatining iqtisodiy vosita orqali dunyoga o'z ta'sirini kengaytayotganligining bir jonliq misoli yaqinda Tashqi siyosat jurnalida Aziz Anvar Faxruddin imzosida e'lon qilingan maxsus obzorda yana bir qatim pash qilindi. Avtor islom dunyosidagi ko'p qism olimlar zayf hadis yoki saxta hadis deb qaraydigan ilm chinda bo'lsa-mu uyg'oninglar degan hadisni misol qilish orqali so'z boshlaydi. Shundaqla Xitoy hukumatining mush hadisni tasdiqlagan holda Indoneziyada o'z ta'sirini kengaytayotganligini alohida eskartdi. Avtorning qarashicha, bu hadis rost bo'lgan holatdami uning markaziy ideyasi ilm o'rganishga orliqni yiroq ko'rmaslik hisoblanadi. Ammo Xitoy diplomatiya sohasi buni o'zlarining o'rnini gavdalantirishdagi bir vositaga aylantirib olgan. Shuning bilan birga Indoneziyada g'oyat zo'r so'mliq o'qish mukofot puli ta'sis qilib, indoneziyalik o'quvchilarni Xitoyda o'qishga jalb qilish orqali ularga o'z ta'sirini singdirishga uringan. Maqolda aytilishicha, har yili oz degandimi 10 ming indoneziyalik o'quvchi Xitoyga o'qishga boradigan bo'lib, bu Amerika oliy maktablariga boradigan o'quvchilar sonidan eshib tushidi ekan. Yana kelib Xitoy ta'minlagan o'qish mukofot puli bilan Xitoyda o'qiganlar ko'pincha Indoneziya hukumat sohasida xizmatga tushadigan bo'lg'achqa, bu mohiyatda Indoneziya hukumatining Xitoy haqidagi mavqesining qandoq bo'lishiga zo'r ta'sir ko'rsatadi ekan. Texmi muhimi 2022-yili Bali orolida Xinhua Sharqi Janubiy Osiyo markazi ochilgan bo'lib, Xitoy ma'rif sistemasining tarmoqlari boshqa joylarda ham ochilishga boshlagan. Avtorning bayon qilishicha, dal mush xil yumshoq kuchning singib kirishi tufaylidan Indoneziyada Uyg'ur irqi qirg'inchiligini inkor qilish hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga zulm silishni himoya qilish mazmundagi ko'plagan nopozliq maqolalar e'lon qilingan. Shundaqla belgilik sondagi musulmonlar jamoatini ishondirar ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.